Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, omonmisizlar? Bugun sizlarga mana tokoshini juda mashq quraman. Bahorda endi hozir chiqqan toklar mana nachinkani solamiz. Sarafan kerak bo'ladi, pichoq kerak bo'ladi bizga. Solib ikkita chetini qatlasak mana video qolish salgina qilib bo'ladi. Shunday bo'lgan joyda faqat plyonkamni tortib olsak bo'ldi. Mana ko'rsatib hozir xuddi bu zavodskoydek bo'lib chiqadi. Mana mana tayyor. Bu zo'rlar.